Hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan, charchamay. Yaponchilar bo'lyaptimi? Turi 20 beryapman oziqani. 20. Bilmash ko'tarmagan, 1936 ketyapti hozir. 18 gradus suv qildik, suvda issiqligini 13 gradusga chiqib beryapti, 13.50 ta. Rezultati yaxshi hozir. Masalan, men bir kunda 2 mahal oziqa bersam, ertalab 400 litr, kechqurun 400 litr beraman. Ko'chatim bu 3200 ta. 7 kun, 8 kunda ertalabda bir mahal berganda, bitta berganda ertalab 1 tonna suv berib boraman. 7 kun, 8 kunda. Hech bo'lmasa o'shanda mana drenajdagi uchinchi narsalar suv oqib ketadi. Bu har doim ham baribir oziqa berganimizdan keyin 5-6 minut oqib turadi suv pastidan shadira, 5-6 minut, 7 minut ham oqib turadi. Shunda ham nima deydi? Bir oziqa berganda, masalan, turist beryapsizmi? 5 oldim. Har kuni ertalab turist, kechqurun turist beryapman. 6-7 kunda ertalabkisini 1 tonna qilib olaman suvni, oziqani. 1 tonna oziqa qilamiz. Suv oziqa tugadi. 1 tonna oziqa qilganda 1 tonna oziqani o'zini 1 tonna oziqa suv haydab olamiz. Shunda mana bu kakosda uncha joylarda qolib ketgan tuzlar yana darsh olib ketadi. Chiroyli qilib. Mana shunaqa bo'lsa, ancha-muncha yaxshi bo'ladi-da. Maqsadga muvofiq bo'ladi shunda. Chapchi eski tuzlarni ham olib ketadi. Ha deb drenaj qachon ko'tarilib kelsa yuvish shart. Mana aroda 10 kunda bir oziqani jalka qilmash kerak-da. Oziqani jalka qilmasdan chiroyli massiv bitta berib olsangiz, ko'pkaga aytaman, bir qadam oldinga, 2 qadam orqaga. Shunaqa o'ynab tursangiz yaxshi bo'ladi. Bitta meva ko'rib qoldim. Mevalarimiz pishishni boshladi, xudo xolasa. Xonadagi mevalar pishishni boshladi. O'tirsangiz ko'rinadi-da bu. Nech mevalar chiroyli qizarib ketdi mana. Xudo xolasa. Shular ham shirin ta'mi, ko'staymasin yaxshi. O'tirganda ko'rinar hech men o'shancha o'tirib ko'rmasdim. Hozir mana bunaqalarni olib qo'yish kerak yoshlar. Hatto namlikka tegib pishirib qolishi mumkin. Meva ipga tortib, mevalarni tushirish kerak. Gulchodan sal o'z mevasi bo'lgan paytda o'zi sekin egilib pastga tushadi. Shunaqa holatda ekan. Mevaning yirikligi, kattaligi. Sekin Bakın vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Oldilari pishib kelyapti o'zi. Nari bu yerga qolsa yana bir 10 kunda. 8-10 kun. Shu boshda ta'kidladim-ku. 7 kun, 8 kun. Kim qanaqa beradi endi farqi yo'q endi u. Men masalan 3200 ta ko'chatga ertalab 400 litr, kechqurun 400 litr oziqa beradigan bo'lsam, 8-9 kunda ertalabkisida 1 tonna to'ldiraman, o'sha yashaysin joyiga to'g'rilaymiz. Masalan 1300, 1400, 1430, 1430, 1440, 1450 berib ketayotgan bo'lsam, 1 tonna to'ldirgan kunim 1410, 1415, 20 qilib qo'yaman. Katta massiv suvni berib olamiz, shaldirab oqib yotaveradi. Shunda mana bu kokosda ichidagi kerak emas bir tuzlar bo'ladi-yu. Bir sira yengil olib ketib, bu yengil yuvishda endi bu nima deydi, kokos yuvdi degani emas u. Yengil yuvish bu. Oziqani jalka qilmash kerak faqat. Shunda stabil, chiroyli bir qilib turaveradi bular, xudo xolasa. Mana qarang. Yashil massasi hamma joyda bir xil, ko'z tegmasin. Shunaqa gap, charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Zangirinda bugun endi sekin sal bulutli kun, quyosh bor. Quyosh bor, kechagi bugun kunga qaraganda sal bulutli kun bo'lib turibdi-da. Dalaga olib chiqib ko'chatlarda ekanmiz endi, xudo xolasa ertaga. Hammasi albion. Shu videoda ko'rsatdim, qolgan joyi deb. Mana shu ko'chatlar shu joydagi. Bitta bilmayman, 7000 tacha ko'chat bor, 7000 tacha. 7000, 8000 ta ko'chat bor. Shunda bir 2,5 mingga o'sha ketadi dalaga, xudo xolasa. Mana bugun ilzotdan dorilarni berib, yaxshilab dorilar bilan emlab chiroyli qo'ydik. Bu endi sal kichikroq bu. Bunga nisbatan. Xudo xolasa katta qilib olamiz bularni ham. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Asallardan mana chiqib aylanib yuribdi.
Nasos tugadi. Nasosni qilib qo'yamiz. Shunaqa holatda. Bu ko'chat o'zi sal g'ovlaydigan normal ko'chat ekanda bu. Bu yerda g'ovlash anaqasi yo'q lekin. Bunday qarang mana. Bunday qaragansiz bir xil ketyapti. Sal video qorong'ilik qilyapti. Bu boshi bilan narigi boshini urug'ini bir xil. Lekin nisbatan ko'chat ko'tarildi tepaga qarab. Barmog'imda ko'chatlar yana ana shuncha ko'tarib turibdi. Lekin bo'ladi yashil massasi. Mana bu mevalarni boqishiga mana bariklari ham yetadi. Kuchi. Mana shunaqa bariklar chiroyli qilib olsangiz, bitta qishga mevaga olib kirib ketganda qiynalmaydi. Buni hammasini yagonalab chiqdim. 7 ta qoldirdim, Xudoga tavakkal. 2, 4, 6, 7, 8 tadan ham bo'libdi. Vaqti uni 7 tadan qolingan. 7 ta qoldirdik, qani ko'ramiz. 15 ta 16 talar meva solib tashlagan. Yana bir sidiriga yagonalaymiz, chunki o'sha kunda bitta mana ariqlar ham bor-da, ariqlarni ham saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun bitta ikkita mana gullarni qoldirib ketdim. Agar bu gulni qoldirmasam mevani hammasini yagonalab tashlaydi. Chunki 7 ta toza mevani o'zi bo'lsa, ariqlar halok bo'ladi. 7 kun 8 kun ishlamasa, ular ham qiynalib qoladi. Shundan har bittasiga bitta gul qoldirib ketdim. Hech bo'lmasa ariqlarda 2 kunda bir, 2 kunda bir, 1 soat, 1 soat, 2 soat chiqarib tursak ham shu bilan avunib turadi degan maqsadda. Holatda charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har birimizni kasbkorimizga Alloh taoloning o'zi baraka bersin. Bu endi issiqxona bilasizlar, kichikroq 3 sotik. 3 sotik issiqxonamiz bitta oilaga bo'ladi. Yetadi bitta oilaga. Joy yelkan paytingizda ichida aylanib yurishingiz yetadi. Bu syomkamiz bir tomondan nima deydi? Qorong'ilik qilyapti. Gul shodalari, mevalari. Dedi 90% gullagan. Va bu arada bitta ikkita bor. Ikkinchi gul shodalar ham kelyapti o'zi. Bu yerga sekin qarab turilsa oldinga ketaveradi degan niyatdamiz. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.